Men Nurulayev Elmurod. IoT mana shu IoT proyekt qildim. ACP32 ishlatilgan holda va Arduino ishlatilgan holda ikkalasini integratsiya qildim. Xo'sh, keyin buni kompyuterga to'g'ridan-to'g'ri ula olmadim. ACP32 ni va Arduino ishlatilgan holda kod yozdim. Endi Telegram botda ishlatib ko'ramiz. Mana foto ishladi. Endi flash endi kodga kiramiz. Mana Arduino ishlatdim, Wi-Fi ishlatdim, keyin ACP kamera ishlatdim, Arduino JSON ishlatdim. Bu Arduino JSON rasmoganda JSON formatiga o'tkazib beradi. Men Telegram botga komanda berganimda, flashga komanda berganimda ACP o'zidan yorug'lik chiqaradi va fotoni komanda berganimda JSON formatda integratsiya qilib formatni o'zgartirib beradi JSONga. ACP32 ni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga ula olmadim. Arduino orqali ACP32 ga kod yozdim.